aka. Assalomu alaykum, charchamasmi aka? Gentra bormi? Gentra katta bolalarning mashinasidanmi? Bor bitta. 18,000 $. 18,000 uka. Voy, Olmayapsizmi aka? sat tushib bering aka. 1000 so'm tushib beraman. Gentra bormi? Aka bor 50 ta taxlab qo'yganmiz chiroyli qilib. Nech pul? 18,000. $mi? Yo'q, aka so'mda 18,000 so'mda oyma-oy to'poladi so'rarasiz akacha. Oling. Bo'ldi. Oling aka, mana shu qiynalib keldim. Men qarang, bitta Malibu bar qo'shib berasiz. Aka Malibu o'zini qo'shib beryapmiz. Malibu bar emas aka, olsanglar bo'ldi. Nima aka? Surpriz bu, surpriz. Nima surpriz? Buning ichidan-chi pul chiqadi, 2000 so'mlik, 5000 so'mlik, 10000 so'mlik, 100000 so'mlikgacha. Eng qiziq hozir bivajib ham chiqishi mumkin. Tushunyapsanmi? 3000 so'mga olasan, bivajib bo'lasan. Hozir men bu mahsulotni shunga xarid qilsam, ichidan pul, mul, bivajlanam. Asl sotib yuribman. Avval. Bo'ldi, sotishim kerak. Bo'pti. Shepim yili nechi buni? 2000 be. Voy, Hamma voy, og'zinchaga so 2000 bir mashina emasmi? nech pul aka? $19,000. Hozir 18,000 dedingiz-ku. Minutiga narx oshadi. Nariyoqqa bitta qaragancha endi 1000 qo'shib beraman. Olsang oling-ku. Probegi qanaqa buni? Aka 0. Salondan boshimda ko'tarib kelman. Kraskasi tozami? To'ppa-toza aka, uyda palovoylar ishlatganmiz. Shep klientlarga nima deysiz endi? Kelishsin klientlar aka, mana savdo yo'q aka, tushib ketdi. Pasha bilan gaplashib o'tiribman. Nima o'ylash? Mayli akajon, uyda pul turmaganmi o'ylab turamidi? Hurmatli klientlar, iltimos to'poroyga qilib bersalar ham bo'laveradi. Topgan pulinglarni mana qishtay qo'yib ketinglar. Siqilma.